Assalomu alaykum Jalizi brend obunachilari. Biz hozirda Toshloq tumanidamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani. Kech bo'lganda yetib keldik, xudo xolasa. Hozir dikey jalizilarimizni o'rnatamiz. Eshigiga pliza jalizi. Katta joy, endi ko'ramiz qanaqa chiqishini. Bo'lib qildik qo'limizdan kelgancha. Endi bu yog'ini ishlatib birma-bir ko'rsatamiz. Xullas hozir yopiq holatida уже zakazlarimiz tayyor, o'rnatib bo'ldik. Ko'rib turganingizdek bu yerga ochiq havorangroq narsadan foydalandik, sababi devor qismida xuddi shu rang mavjud edi. Ko'rib turganingizdek sifatiga, karnizni ishlashiga judayam zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Yengil ishlaydi, material sifati ham zo'r. Mana karnizni ishlashadi. Materialimiz bleskli, hozir ko'rsataman yaqindan. Mana material blesk. Eng yaxshi materiallarimiz, sifatli karnizlarimiz. Endi bu tarafda bor. Ko'rishingiz mumkin. Mokriy rangdan foydalandik, sababi bu tarafda xuddi shu rang mavjud edi. Xullas ishlashini ko'ryapsizlar. Xuddi shu bilan bir xil ishlaydi. Bu yerga kafeniy rang qo'ydik, sababi bu yerda shu ranglar mavjud mana gilamlarida va jaluzimizga e'tibor beringlar. Hozir bitta ishlatib ko'rsatib beramiz shuni. Ishlashini ko'rasiz. Mana marhamat. O'rtadan ikki tomonga ochiladi. Yopiladi. E'tibor bergan bo'lsanglar, romdagini bunaqa o'rtaga ochiladigan qilmadik, sababi ikkiga bo'lingan edi. Uzun qilmadik. Ipga nagruzka tushmasligi uchun. Xullas, agarda bizning ishlarimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib qolasizlar. Biz butun vodiy bo'ylab ishlaymiz. Optim narxlarda Namangan, Andijon, Farg'ona. Hozir aynan Farg'onaning Toshloq tumanidamiz. Sog' bo'linglar.